Assalomu alaykum, rahmatullohi va barakatuh. Qizlarim sog'omamiz. Sadaf kompaniyasi tomonidan ochilgan ish o'rinlari haqida sizlarga qisqacha ma'lumot bermoqchiman. Bizning ochilgan ishlarimiz ko'proq hozir juftliklarimiz uchun, er-xotinlarimiz uchun ishlarimiz ochilyapti. Juftliklar albatta Rossiya territoriyasiga dokumentlar bilan bo'lishi kerak. Ularni registratsiya, patent, trudovoy dogovorlari bo'lsagina shartnoma qabul qilib ishlarga joylashtirishga imkon bo'ladi. Sizlarim qisqa ma'lumot bilan tanishing. Hozirgi ishlarimiz Mitishida ochilgan. Mitishida hozir 30-50 yoshgacha bo'lgan er-xotinlar ishga taklif qilishadi. Oilada 3 kishi yashar ekan, gatovka qilinadi. Ayoli vazifasi ovqat qilish ham kirar ekan, stirka, uborka, glashkadan tashqari. Va erkak kishi водительский pravasi bo'lishi shart. Bularning birinchi oyliklari 230 ming, keyin 250 mingga ko'tarib berishadi. Mana shunaqa hozir srochni ishlarimizni yopish kerak. Albatta bu yerga rekomendatsiya bo'lishi kerak. Oldingi ishlagan ish beruvchisidan rekomendatsiya talab qilinyapti. Ikkinchi ishimiz Novorojskiy shosseda. Bu yerda ham er-xotinlar ishga taklif qilinadi. 300 kvadrat metr pomisheniyasi bor ekan, gatovka qilinmaydi bu yerga. 6 bir grafiki bilan ishlanadi. Prava ham albatta shart emas. Bularning oyliklari 210 ming, 6 bir grafiki bilan ishlanadi. Rublyovkada er-xotinlarimiz ishga taklif qilinadi. 35-45 yoshgacha bo'lishi kerak. Prava albatta bo'lishi shart va Moskva, Moskovskiy oblastga erkin haydashni bilish kerak. Bularning oyliklari 200 mingdan boshlanadi. Mitishida, Pushkinada hozir yana ishimiz ochilgan. Bu yerdagi er-xotinlarimiz ro'shna hozir O'zbekistonga qaytishyapti. Pushkinadagi ishimizda 35-45 yoshdagi er-xotinlarni olishar ekan. Prava shart emas bu yerga. Uyda egalar doimiy yashamaydi, uni onalari o'sha yerda yashashadi. Mana shu onalariga qarab ularni ovqatlarini qilib turish kerak. Bularning oyliklari 150 ming. Domodedovaga hozir ishimiz ochilgan, musulmon oilasi. Bu yerga bemalol farzand bilan ham olamiz deyishyapti. Ularning ikkita dachasi bor ekan. Domodedovaga yonma-yon. Mana shu er-xotinlar ikkinchi dachasiga yashaydi. Bemalol farzandi bilan ham tursa bo'ladi. Lekin prava bo'lishi shart deyishyapti. Chunki uy egasini hozir nima deydi? Pravasi lishon bo'lgan, haydovchilik guvohnomasi olib qo'yilgan. Shuning uchun farzandlarini maktabga olib borib kelishi uchun albatta bo'lishi kerak prava deyishyapti. Ayol kishiga ish kam, gatovka pashta qilinmaydi va ikkinchi dachasiga o'zini farzandi bilan ham tursa bo'ladi. Mana shu yerga o'zini farzandi bilan oladi. Azar anchagina ochilgan ishlarimizda siz Sayyora Sobirjonova deb nomlangan Telegram kanallarimizga kuzatib borishingiz mumkin. Kecha menga yana xabar berishdi. Mashinniklar yana bizning videolarimizni olib, ulardan pul talab qilishyapti. Azlar, o'z ko'rmagan, bilmagan odamga pul bermang. Chunki mashinniklar hozir har qadamda. Albatta bizning ofisimiz bor. Metro Sholkovskiy ofisga keling suhbatga va o'zimizning telefon nomerlarimizga murojaat qiling. Assalomu alaykum azizlarim. Rossiya territoriyasiga yurgan o'zbeklar va tojiklarimiz diqqatiga. 18-oktyabr kuni birinchi bor Noisy Time tomonidan Gamma Delta gostinitsasiga o'tkaziladigan prezentatsiyamizga sizlarni taklif qilamiz. Bu prezentatsiyaga qanday qilib biznesga kelib qolishgani, qanday qilib biznes qurish mumkin, Rossiyaga yurgan o'zbeklarimiz, tojik, qirg'iz va rus boshqa millatlarimiz qanday qilib bu korporatsiyaga shuncha bir yutuqlarga erishganlari haqida ma'lumot berishadi. Azizlarim, ustozlar tomonidan beriladigan bu qimmatbaho ma'lumotlarni siz boshqa joyga olmaysiz. Chunki bu qisqa vaqt ichida, bir yilda qanday qilib bu ustozlarimiz mashinalik bo'lishdi, kvartira olishdi, birgalikda sayohatga borishdi, yangi statuslarni ochdi. Mana shu haqida sizlarga juda ko'p qimmatli ma'lumotlar beriladi. O'ylaymanki, mana shu kunni siz o'tkazib olmaysiz. Albatta, o'zida yaqinlaringiz bilan, yaqinlaringiz, dugonangiz, hamsoyangiz, qo'shningiz, birga ishlaydigan insonlarni albatta o'zi bilan birga olib keling, lekin hozirdan harakat qiling. Chunki joylarimiz chegaralangan. Albatta sponsoringizga aytib, hozirdan biletlarni xarid qiling. Biletlar umuman hozir qimmat emas. Bu beriladigan qimmatli, foydali maslahatlar atigi 500 so'm turadi. Hozirdan harakat qilib 18-oktyabr kuni biz bilan birga bo'ling. Mana shu kun siz uchun albatta hal qiladigan kun bo'ladi. 18-oktyabrda hayotingizni tubdan o'zgartirib, yangi bir kelajakka qadam qo'yishingiz uchun imkoniyat bo'ladi azizlar. Bu imkoniyatni o'ylaymanki siz albatta boy bermaysiz. Kutib qolamiz barchangizni. Sog' bo'ling.